Assalomu alaykum, kelinglar. Va alaykum assalom. Bolam, bizga bitta qalinroq oyoq kiyim kerak edi. Bo'ldi doda, bizada toza charimdan har xil oyoq kiyimlar bor. Qanaqasidan qilib bering? Bitta arzonroqidan qilib bering. Zahot qizmasa bo'ldi-da. Xo'p bo'ladi doda, keling. Hadi. Mana shunda telefon gaplashib oling. Xo'sh. Mana doda. Mana bu eng zo'ri. 3-4 yil mazza qilib kiyib yurasiz duo qilib. Bolam, buning ko'rinishidan juda bir qimmatga o'xshaydi. Menga arzonroqdan bersangiz ham bo'laveradi. Dodam, qishki kunida tapishkada yurgan ekansiz. Ha, o'g'lingiz bor-ku, nima olib beradilar? To'g'ri aytasiz. Mayli, shuni bera qoling unda. Hadi. Bo'lim topdingizmi yoki? Ha, tanladim bolam. Mana dodajon, sizdan 300 ming bo'ldi. Ha, hozir. Bolam, 300 ming ekan. Berib yubor. Nima? O'ylab gapiryapsizmi? Men sizga arzonroq oyoq kiyim oling dedim. Hatto olaman men sizga. Berib oling, kerak emas. Kerak emas, aka. Bolam, uzr, sizni ham ovora qildim. Doda shoshmay. Shu oyoq kiyimni olib keting. Shahboz bolam bergan deb duo qilib kiyib yurasiz doda. O'g'lingizdan xafa bo'lmang. Bu dunyo qaytar dunyo. Olu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydir. Keyin bunday noyobga Ketdikmi bolam? Aka, yig'ishtiring shu ishingizni. Odamdan oldida uyalib olma, jonimga tegib ketdi. Zumrashi, otangga aql o'rgatmagin. O'zim bilaman nima ish qilishni. O'g'lim, oyoq kiyim oldik. Endi bitta kiyim do'koniga kirib kurtka olsak bo'ldi. Hadi, qo'ysiz-chi. Ketdik.